Ekran oldidagi siz mundaq bir masalani o'ylab baqdingizmi bilmadim. Odam qanday vujudga kelgan, yana qanday shaklda halok bo'ladi? İnsanlar fizik ilmiy taraqqiyot tarixi qarag'imizda Arximetdan Keplergacha, Newtondan Einsteingacha biz necha yuz yil vaqt ichida olam bo'shliq to'g'risida hech nima bilmasdan bugun mana insonlar ko'zish asbobi quyosh sistemini kezalaydigan bo'ldi. Lekin insonlarning quyosh sistemasiga bo'lgan tushunishining cho'nqirlashiga ergishib, texnik ko'p masalalar oldimizga qo'yilishga boshladi. Quyosh sistemasining sirtida zodi nima bor? Odam zodi qanday borliq kelgan? Qarmoqi bu ilm-fan bilan munosabatli masala insonlarning kelib chiqishi va kelgusiga taqashgan vaqtda yanada falsafiy va ilohiy yuksaklik ko'tarildi. 100 yil burungi ma'lum bir kuni Edwin Hubble ismli bir fan-texnik olimi bir qatimliq tasodifiy ko'zish jarayonida olamdagi yulduz sistemlarining bizdan yiroqlab ketayotganligini, bizdan oraliqi qancha yiroq bo'lgan yulduz sistemasining yiroqlik sur'ati shuncha tez bo'lganligini bayqagan. Shundan boshlab insonlar olamning uzluksiz holda kengayish oldi turayotganini bayqagan. Portlash nazariyasiga asoslanganda dastlabki mazgildagi olamning zichligi cheksiz cho'ng, temperaturasi cheksiz yuqori ekan. Lekin necha qatimliq kengayishni boshdan kechirgandan keyin hozirgi olam shakllangan. Bu eng dastlabki holat kishilar tomonidan singularity deb atalgan. Bu yana biz bilgan g'ayriy nuqtadan iborat. Ilgari nihoyat ko'p kishilar olam cho'ng portlash nazariyasidan gumonlangan va uni ma'lumotga o'xshash rivoyat deb o'ylagan. Lekin olam mikrodolqiliq radiatsiya spektri ularning oldiga qo'yilgan vaqtda hamma odam og'zini ochib qolgan. 2009-yil 5-oyning 14-kuni olam mikrodolqiliq ariq ko'rinishi radiatsiyasini tekshirishni zimmasiga olgan Planck olamsharlik sun'iy amroyi Yevropada qo'yib berilib bo'shliq ko'tarildi. U WMAP teleskopi bilan birlikda bir mukammal bo'lgan olam mikrodolqiliq spektrini sizib chiqdi va olam cho'ng portlashining mavjudligini isbotlab chiqdi. Portlashdan keyingi 380 ming yilda kuchli radiatsiya olamni qopladi. 13 milliard 700 million yil mislsiz kengayishni peshidan o'tkazgandan keyin bu radiatsiyalarning hammasi mikrodolqinga aylandi. Bizning televizor ekranimizdagi qarg'ish uchqunlari shovqinining nihoyat ko'p qismini cho'ng portlashdan keyingi qoldiqlarning ta'siridan ko'rishga bo'ldi. Olam aprelda bo'lishdan burun amaliyotda vaqt va bo'shliq hukmi aslo mavjud emas. Lekin ana shunchalik qisqa vaqtdagi bir portlashda hamma narsa borliqqa keldi. Bu bir yo'qdan borliqqa kelgan jarayon. Lekin buningdan burun hech narsa yo'q. Buni anglamoqqa odamning ishonchi kelmaydi. Lekin siz o'ylashga urinib boqqanmi? Bedeningizni tashkil qilgan har bir atom sizning oilangiz, hamrohingiz, sizning atrofingizdagi dal-daraxt, gul-giyohlar hammasi nerdan kelgan? Hubble teleskopining ko'zishiga asoslanganda bugun ko'zatgili bo'lgan olamning diametri allaqachon 93 milliard yo'riqga yetdi. Lekin olam yanada insonlar tasavvur qila olmaydigan suratda kengayotdi. Bu bizning qisqa umrimizda hech mumkin bo'lmagan orliq. Olimlarning tadqiqot analiziga asoslanganda bizning atrofimizdagi hamma narsa, juloliq turg'un yulduzlar, ko'payan yulduz daryosi hamda olam bo'shlig'ida paypadak bo'lgan yo'riqlik. Ana bu moddalarning yig'indisi olam umum moddasining 5%-ga teng kelmaydi. Texnik ko'p modda va energiya bir sirli quyuq tuman ichiga yoshiringan. Mana bu ko'rgili bo'lmaydigan yoshirin energiya olamning davomli kengayishini ilgari surdi. Lekin hozirga qadar uning zodi nima ekanligini tushuntirishga ilm-fan amalsiz. Shu damda o'zingizning intayin ojizligini his qila oldingizmi yo'q? Yer shari, hatto quyosh sistemasining tarvaqi shuncha kichik ekanligini bayqadingizmi? Necha milliard, hatto necha yuz milliard yilda olam insonlar tasavvur qila olmaydigan vaqt atlasini boshdan kechirgandan keyin portlashdan to'xtaydi va tariydi. Qayta bir nuqtani hosil qildi. Uzunlik yo'q, kenglikmi yo'q. Ilgari bizning badanimizni tashkil qilgan har bir ilmni qaytadan bir yerga yig'ilishi mumkin. Ondan yana portlashi mumkin. Bu bir maydon qaytinish o'xshaydi. Ana shu sevgan odamlar va mahrum bo'lgan narsalar, oqizgan tarlar va to'kilgan yoshlar oxir hammasi olamning hukmron bo'lishiga ergishib, yana parga aylandi. Hech kim bu atomlarning ilgari qanday bir ma'niyat barpoqligini bilmaydi. Odamni qanday tashkil qildi? Yana qanday hikoyalar yuz berdi? Hech kim bilmaydi. Biz faqat olamning qayta portlashi mumkinligini bilamiz. Tarixini yangidan boshlashi mumkinligini bilamiz. Shuning bilan bizga taalluq olam oxirlashadi. So'zlab qo'yar kelganda mening qalbim butunlay tinch. Chunki amaliyotni o'zgartirishga amolim yo'q. Men bu hayotimdagi eng muhim narsaning nimaligini tushunib yetdim. Qo'g'dashga eng arziydigan, badal to'lashga eng arziydigan narsa nima? Mening oilammi? Mening hamrohimmi? Oxirida men birovning o'lish oldidagi so'zini naql qilib xotima qilay. Aniq tushunishinglar kerakki, soda nima sizning qisqagina hayotingizda eng qimmatli boylik? Ba'zilar deydi, muhabbat va hissiyot bo'lsa, xiyoliy narsa. Lekin shu damda men ro'shan bildimki, men hayotimda erishgan boyliklarni olib ketishga amalsiz. Olib ketgan bo'ldig'ini faqat xotiramda cho'kmaga tushgan razilsiz ta'sirlanish va modda bilan munosabati yo'q muhabbat va hissiyot. Ana shular inson hayotidagi haqiqiy boylik.